yilgi afsonaviy Chevrolet Matiz yana qaytdi va bu safar u butunlay yangi ruh, yangi texnologiyalar va zamonaviy dizayn bilan yo'llarga chiqmoqda. Bir vaqtlar shahar ko'chalarining ajralmas qismi bo'lgan bu kichik avtomobil endi yanada jozibador, yanada qulay va albatta yanada aqlli bo'lib qaytdi. Yangi model tashqi ko'rinishidan boshlab o'zgarishni namoyon etadi. Old panjara keskinroq chiziqlar bilan bezatilgan, LED faralar esa unga zamonaviy va agressiv ko'rinish beradi. Kompakt o'lcham saqlanib qolgan bo'lsa-da, avtomobil endi yanada kengroq va balandroq ko'rinadi. Bu esa unga yo'lda mustahkamroq turishni ta'minlaydi. Dizaynerlar har bir detalga alohida e'tibor qaratgan. Aerodinamik shakl esa nafaqat ko'rkamlik, balki yoqilg'i samaradorligini ham oshiradi. Ichki salon esa mutlaqo yangi darajaga ko'tarilgan. Yumshoq materiallar, ergonomik o'rindiqlar va zamonaviy multimedia tizimi haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. Sensorli ekran orqali navigatsiya, musiq. Yangi avlod Matiz faqat oddiy transport vositasi emas, balki zamonaviy shahar hayotining ajralmas qismiga aylanishni maqsad qilgan. Uning texnologik imkoniyatlari yoshlar va faol hayot tarzini olib boruvchi insonlar uchun ayni muddao. Smart ulanish funksiyalari orqali siz telefoningizni avtomobil bilan sinxronlab, qo'ng'iroqlarni qabul qilishingiz, musiqa tinglashingiz va hatto ovoz orqali boshqaruvni amalga oshirishingiz mumkin. Bu esa haydash jarayonini yanada xavfsiz va qulay qiladi. Bundan tashqari, yangi model ekologik talablarga ham javob beradi. Chiqindi gazlar kamaytirilgan va dvigatel samaradorligi oshirilgan. Bu esa nafaqat tabiatni asrashga yordam beradi, balki haydovchi uchun ham iqtisodiy foyda keltiradi. Narx jihatidan ham Matiz o'z an'analariga sodiq qolgan. U hali hamyonbop segmentda yetakchi bo'lishni davom ettiradi. Shu sababli u ilk avtomobil sotib olayotganlar uchun ham, ishonchli va tejamkor transport izlayotganlar uchun ham ideal tanlov bo'lib qolmoqda. Yangi Diz